romantik hissiyotga ega qizlar muhabbatdan judo bo'lishni xuddi osmon o'rilib tushgandek cho'ng ish biladi. Ba'zilari hayotim shuning bilan tugashdi deb qaraydi. Ba'zilari bo'lsa bo'lg'uliq bo'ldi, oxirgacha bo'lsin deb qarab, intayin bo'lmug'ur, echinishli qishlarni qilib qo'ydi. Badamgulning hozirgi ruhiy holati garchi u darajada bo'lmasa-mu, lekin uningga tunji muhabbat uchragan bu peshkanlik ancha yenik tushmadi. Uning hissiyoti zaxm yeb, ruhiy qattiq azoblandi. U tushdan keyingi oxirgi darsni nihoyat tast to'shqizdi. Leksiya uning kallasiga tushmagan sari muallim shuncha ezib, shuncha ko'p so'zladi. Oxiri qo'ng'iroqni chelandi. Badamgul sinfdan chiqib, udul koridorning u beshiga bordi. Derazaning uyqiga jaynaklab, tarlab qolgan aynakning nam yuziga manglayni terib, o'yga patdi. Uning xiyoliga oldingi kuni kechda Zoidning kinodan qaytqich aytgan heliqi gaplar kirib edi. U bir tarafdan Shavkatning muhabbatidan, sadoqatidan gumonlanib, o'zini tashlab qochib ketmoqchi bo'lganligiga ichidan koyib nafratlansa, yana bir tarafdan uning hamma narsadan ayrilib, qorong'i uyga qamilib, kecha-kunduz savol so'roq, dakki dashnam gap qiylinayotganligiga ish og'rib, hissdoshlik qiladi. Uning kallasida gumon bilan hissdoshlik, sevg'inish bilan bezorlikqa o'xshash nozik sezgilar giralishib, olmishib, uning ko'nglini birdanma oromida qo'ymayotdi. Uning ustiga bugun atdigan havas baxti uningga ata Shavkat bilan ko'rishsiz. Nima deydiganligimiz obdan o'ylaning deb alohida yetiradi. Bu ishmo hozir uning qalbini besib turgan bir tashdek ig'ir azoblik tuyulyotdi. Badamgul orqa tarafidan xuddi to'gining ship-ship mong'indek yumshoq bir oyoq sharpisini sezdi. U gavdasini burab, qayrlay deb turib edi, oyoq egisimi uning yenida paydo bo'ldi. U qo'lida bir jurnalni turtaklab tutib olgan oqniyoz edi. Bu yerkasiz Badamgul, dedi u dariz tagchisiga yo'nib va ichki yerlik bilan so'zini asta davom qildi. Yaqindan beri imtihonning tayyorliklari bilan oldirash bo'lib ketdik. Qarsam ro'yi kayfiyatingiz toza yaxshi emas deb qiladi. Bundaq ketaversangiz imtihonda yiqilib ketasiz. Buni Shavkatni xohlamaydi. Men sizga bir material deb keldim. Qanday material? Badamgul qiziqib oldirib so'radi. Siz hamisha Kiyori xonimning gapini qilyapsizmi? dedi Aqniyoz va qo'lidagi jurnalni uningga berib etib davom qildi. Ikki qatam Nobel mukofotiga erishgan bu ayol olimning hayoti haqiqatan muqaddas. Men uning to'liq tarjimali besilgan jurnalni etgandim. Obdan o'qib chiqqan. Dunyoviy shuhratga bu ayolmo o'z turmushida xuddi oddiy ayollarga o'xshashla nurg'un jafo mushaqqatlarni, azob uqubatlarni beshidan kechirib ekan. Uning vatani munqariz bo'lib, oilasi namratlashgan, muhabbati buzib tashlangan. Lekin bularning hammasi uning yaramliq odam bo'lish yo'liga irodasiga to'sqin bo'la olmagan. Men sizningmi beshingizga kelgan bu vaqtliq azoblarni unutib, uyginishdan, kasbingizdan muhabbatlik makon tepishingizni umid qilaman. Badamgulning ko'ngli suyunib qoldi. Odamning beshiga kun tushganda qiladigan bundoq himmat, tasalli va ma'naviy ozuq faqat haqiqiy samimiy do'stlarning qo'lidan keladi. Sizga rahmat Aqniyoz, dedi Badamgul ko'ngil tashakkurini aytib. Buni cho'qim o'qib chiqaman. Ular dariz oldidan qaytdi. Palampaydan tushayotganda Aqniyoz so'radi. Shavkatning yeriga bordingizmi? Badamgul qisqa, lekin azobliq bir tuyg'uchida javob berdi. Ati boraman. Patpat yo'qlab turing, dedi Aqniyoz samimiy da'vat bilan. Odam shundoq chaqlarda sinaladi. Danishmanlarmi do'stlar zindonda asqatidi. Dasturxon ustida hamma odam do'st ko'rinadi deb nihoyat to'g'ri aytgan. Shavkat behuda azob chekyotdi. U gumonning, adovatning qurboni bo'lib qoldi.
men uning haqligiga, pokligiga ishinaman. Badamgulning xiyallari yana chalangush bo'lib ketdi. Aqniyozning shunchalik ishonch va qat'iylik bilan aytgan so'zlari uning davolg'ib turgan ko'ngil kulida shiddatli bir tavrinish paydo qildi. Bu tavrinish uning qalbidagi Shavkatga bo'lgan esdashlik tuyg'usi bilan qo'shilib, uni kang va ozod bir sohilga elib chiqqandek, uning buruqtumliqda qolgan fikr xiyoli bilan aqli hoshini xeyli sayg'itib qo'ydi. U Aqniyozdan ayrilib yatqiga kirgandimi, shu ta'sirat, shu hissiyat bilan o'zini yenik va xushchaq sezgandek bo'ldi. Fikr xiyoli aylanib, yana Shavkatga bog'lanib ketdi. Hamma jihatdan yetilgan qizlarning o'ttirisida ajoyib gaplar bo'ladi. Bo'libmi yigitlar to'g'risidagi gaplar ularning doimlik parang temasi bo'lib qoladi. Bir chaqlada mana shu yotoqda 5 qiz o'ttirsida qandoq yigit yaxshi ko'rishga arziydi degan temada talash tartish bo'lib o'tgan edi. Shu chaqda birisi qaddi qomati kelishgan, bastlik yigitlar yaxshi ko'rishga arziydi desa, yana birisi tuz ko'ngil, sadoqatdan yigitlar yaxshi ko'rishga arziydi dedi. Yana birisi turib muloyim, kuyunchonlar yaxshi ko'rishga arziydi desa, to'rtinchisi kasbchanlik kuchli yigitlar yaxshi ko'rishga arziydi dedi. Eng oxirida Badamgul o'rnidan turib, xuddi bir yorliqni jakarlayotgan jakarchidek mardona ovozda mundoq degan edi. Uni desanglarmi, buni desanglarmi, hammasi bekor. Menimcha haqiqiy erkaklar yaxshi ko'rishga arziydi degan edi. Shuning bilan qizlar o'ttirsida haqiqiy erkak qandoq bo'ladi degan masalada yana talash tartish boshlanib ketdi. U bir nima deb, bu bir nima deb, oxiri nurg'un yigitlarni er deyishga bo'lsin, lekin haqiqiy erkak deyishga bo'lmaydi. Haqiqiy erkak tog'ni talqon, cho'ni bo'ston qo'g'idek jasoratga ega, qaysar, irodali yigitlardir. Bunday yigitlarni yuksak tog', cho'nqur dengiz, kang osmonga o'xshatsan bo'ladi. Bunday yigitlar qizlarning haqiqiy g'ururi, iftixori va umrlik jufti bo'la oladi deyishdi. Badamgul qalbidagi mana shu g'oyaviy o'lcham bilan Shavkatni tanlagan. Uning ancha qomatlik bo'lmagan jo'g'i, kichik jismini, texi ancha-muncha oq chechakning izi bor bug'doy o'ng yuzini ana o'sha g'oyaviy o'lchamdan tug'ilgan ishtiyoq bilan quchoqlagan. Sevgan va uningdan zo'r bir ma'naviy kuch-quvvat sezgan edi. Shavkat odatda kamso'z edi. Odatda kamso'z bu yigitning qalbiga olim sig'adigan kang qo'rsoq, ochiq yo'riq fazilatini u chin ko'nglidan yoritib qolgan edi. Mana endi shu yigit, uning g'ururi, iftixori bo'lib tuyulgan haqiqiy erkak, xuddi bir notavan, ojiz qushlardek qafasga solinib, erkadan, muhabbatidan, jimi narsadan ayrilib, azobda, nadomat ichida yotmoqda. U rostda gunohsizmadi. Undaq bo'lsa, tashkil mushquni tutqun qiladi. At ko'rishganda nima derman? Agar ayrilishga to'g'ri kelsa, u texin azobga qolmasmi? Badamgul o'zini tutolmay nola qildi. Ay, turmush, yoshlik. Sen nima uchun begunoh kishilarni bundaq chigish, shafqatsiz savollar bilan qiynaydigansan? Anglavatqaninglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarning sahifasi. Turmushda hamisha shunday bo'ladi. Xushallik asta kelib tez ketadi. Xafalik tez kelib asta ketadi. Lekin Shavkatning boshiga kelgan xafalik asta ketish tugul, xuddi uning yuziga chiqqan qora suvgaldek shu kelgan peti ketmayla qo'ydi. Mush kichikini ko'rimsiz uyda o'tgan 10 kun uningga go'yo 10 oydek uzoq va zerikishlik tuyulib ketdi. U 10 kundan beri osmonda chaqnab turgan quyoshni ko'rmadi. Yerda gullab yotgan gul-giyohlarni ko'rmadi.
Her kuni sahar va kechlarda Buğda tarafdan so'qib turadigan larzon tog' salkindan huzurlanmadi. Uning ko'radigani so'g'uq va maynat tutdan. Turaydigani ochiq tamaki bilan qonsiz zay. Huzurlandigani kitob va erkin xiyol edi. O do'st birodarlarning kulki chaqchaq, so'z naqshlariga to'lgan shavqin surallik yotoqlarni siyg'indi. Tinch ozoda sinflarda savoddoshlar bilan birga o'tirib, ustozlarning yaqinlik, ta'sirlik leksiyalarini anglag'isi keldi. Olisha chiroqlar chaqnagan zallarda ko'ngildagi qizlar bilan bel tutishib, sirliq, liriklik tuyg'ularga boy tanslarni o'ynag'isi keldi. Lekin hozir uningga bularning hammasi to'limi yotdi. To'limi yiroqda edi. U xuddi qanot quyrug'i bo'g'ishlangan kattardek erkin qanotga qolmaydi. Ikki qadam nariga xohlagancha borolmaydi. U mushu binodagi hojatxonaga kuzatchi bilan birga chiqardi. Tomoqni savoddoshlar navbat bilan akilib beradi. O mushundaq taqib va besim ostida 13 kundan beri 7-8 qatim o'zini tekshirish, qalbini topshirish materialini yozdi. Lekin uning birisini ovoz baxtining ko'ngliga yoqmadi. Hammasi qo'pollik bilan qaytirib yetildi. Endi Shavkatning jahli qotdi. Rost gap ko'ngliga yoqmasa, u qanday qiladi? Yolg'on gaplarni to'qib chiqib, o'zini tashkilnimi oldisinmi? Yo'q, Shavkatning qo'lidan hargiz bunday kazzoblik, vijdonsizlik kelmaydi. U o'ziga oq bo'lg'achqa hozirgacha yurak po'kildimay, qaddini tish tutib kelyapmandi. Uning dadasi yolg'on so'zlab podshoh bo'lgandan rost so'zlab gadoy bo'lgan yaxshi degan hikmatni o'bdan uyatgan. Lekin ovoz baxtimi muddasiga yetmagicha to'xtamaydigan qiladi. U qaysi bir donishmand aytgandek, ati qichishadigan yerni bugun qashlab qo'yishga usta edi. Uning oldingi kundagi gaplaridan texmi azoblik, texmi shafqatsiz ishlarning yuz beradiganligi bilinib qoldi. U bir muncha siyosiy tahdidlik so'zlarni qilgandan keyin chiqib ketib etib, bilib qo'y, endi sening boshqalarning o'zingga chetib nobud qilishingga yo'l qo'yilmaydi. Bodamgil o'zining taqdiri, istiqboli to'g'risida qayta o'ylashdi. U sen bilan mengib yoshlik bahorini, go'zal istiqbolni vayron qilishni xohlamaydi dedi. Bu so'z ovoz baxtining og'zidan undaq oson va o'ng'ay chiqqani bilan Shavkatga xuddi ko'kchivot bilan yuragi vashildatib urgandek shunda mudhish va dahshatli anglandi. Agar u shu kunlarda Bodamgildan ayriladigan bo'lsa, o'zini mushundaq irodalik, mardona tutib turgan ma'naviy to'rikining dal yerimidan mahrum bo'lib, texmi qattiq tushkunlikka, asoratga va g'iriblikqa muhtila bo'ladi. Hozir uningda hamma narsa, erkinlikmi, kasbmi, istiqbolmi tugagan, yo'qolgan. Faqat bir narsa ish-ishidan urg'ib chiqib, yolqinjab kuydigan, odamni yashashga, vaqti kelsa o'lishga undaydigan sirliq, qizg'in muhabbatli qolgan edi. U mana shu muhabbatning xo'rmas kuchi, sevgi lazzatining baxsh etgan jasorati bilan har qanday azob va xo'rlikka chidab kelyotdi. Lekin mana shu jon olg'uchi lekin bilan Shavkat yana o'ylanib qoldi. Agar Bodamgul rostilla o'zining istiqbolini o'ylab, uningdan chekchigara ajratish qaroriga kelgan bo'lsa-chi, u chaqda u o'zi jon dili bilan yaxshi ko'radigan begunoh bir qizning taqdirini, istiqbolini o'ylamasa bo'ladi. O'zi bilan birga uning baxtini nobud qilsa odillik bo'ladi. Haqiqiy muhabbat qandoqdir bir yurakning yana bir yurakni chekib yiqishdan chiqqan so'g'uq sado emas. Balki ikki yurakning o'zaro tang urilishidan chiqqan bir yolqin. Unda baxsh etishli bo'ladi-ki, hargizmi naf elish bo'lmaydi.
agar Bodamgulda rostila o'z istiqboli va istiqboli to'g'risida qayta o'ylanishdan bo'lgan bo'lsa, agar siyosiy hayoti rostila tahdid uchrayotgan bo'lsa, agar muhabbat uningga baxtdan ko'ra baxtsizlik keltiradigan bo'lsa, agar Shavkatning ko'z oldida sevgi lazzati, muhabbat azobi, seg'inish dardi, misol tashnoligi deganlar xuddi qish kundagi tumonda g'uvalishib, asta-asta uningdan yiroqlab ketayotgandek tuyuldi. Kamirga birisi tushlik tomoq elib kirdi. Oq ko'pni yuzlik, qoshlari yelango, gazir ko'z bu yigit uning saboqlishi g'oyib mayit edi. Lekin keyingi kunlarda bo'libmi yotoqlardagi aroq sharoblik o'tirishlarda saboqdoshlari uni qiziqchilik qilib bir necha qatam mirt deb atamidi. Bu g'alita qiziq va qisqa ism darhol boshqalarning og'ziga ram bo'lib ketdi. G'oyib mayitning o'zimi bara-bara ko'nib ketdi. Mana sizga ustarlik tomoq, dedi u yerim qachi suyqash bilan tuxumdek cho'nliqdagi bir dona purchoq mo'misini ustal ustiga qo'yib etib. Mo'midan ishkini olay desam betingiz asqabdi, qo'rsingiz to'yamikin? Shavkat qo'lini yuvib, yiliqi toshdek qattiq mo'mini suyqashning ustiga ezib chilab etib dedi. Hech qisi yo'q, to'yib qolmas. Odam mushundoq oz-ozdan yeyishga ko'ngan yaxshi. Ko'p yegan odam burun o'ladi degan gap bor. Chunki u hayotdagi tegishli rizqini boshqalardan baldur yeb bo'lgan bo'ladi. Said Shirrozining mundaq bir ibratlik beyti bor. Men uni yaqinda buyon ko'p o'qiydigan bo'lib qoldim. Ishingni tamoqdan xoli tut toki ong'i kiralisin nuri ma'rifat. Burningga liqida taom tursa, qandoq sig'ar uningga ilm yekmas. Yaxshika, qalbga dedi Girdmirib hayajonlanib. Xuddi bizning hozirgi yerim och, yerim to'q oltimizni madilab yozgandek ta'sirlikkan. Shavkat tamoqini amri yeb bo'lib turishiga kamirga klaskon g'o'lan to'poq bilan Bodamgul kirib keldi. Bodamgul bilan Shavkat bir-biriga ham taqazzo bo'lgandek, ham andikkandek qarashganicha unsiz jimjit turib qoldi. Ularning o'ng'aysiz holatini ko'rib, g'o'lan bilan Girdmirib bir-birini sharatlashib koridorga chiqdi-da, eshikni asta yepib qo'ydi. U ikkisi shu holat, shu yo'sinda xeyli uzoq turib qoldi. Bodamgulning beshini tuvan silib, ma'sum qiyofatda turishidan, chiroydagi miskinlikdan, mo'ldirlab turgan notavan ko'zlaridan Shavkat uchun azob chekayotganligi bilinib turardi. Lekin Shavkat Bodamgulning titrab turgan jismidagi bu ojizlik bilan tortinchoqligini ruhiy jihatdagi yotlishish deb xato tushundida, hovuz baxtining yeriq kundagi so'zlarini qaytadan alam bilan esiga oldi. Shavkatning kollasida paydo bo'lgan bu fikr shu qadar aniq, shu qadar ishonchlik ediki, u buni bir bishorat deb tushundi. Bodamgul Shavkatga qaragan sari uning chiroyidagi, vujudidagi o'zgarishlarni ko'rib, ichi og'rib, o'pkisi to'lib, gaplari bo'g'ziga kaplashib qolganlikdan yiqiqlab gap qila olmay qoldi. Gapni yana Shavkat tashabbuskorlik bilan oldin aytdi. Bodamgul, yaxshi turib yo'qlab kirganligingizga rahmat. Men ko'p o'ylandim. Muhabbatda shaxsiyatchilik kuchli bo'lsa-mu, lekin u yaxshi ko'rgan odamining istiqboliga berib taqashganda, halollik bilan to'g'ri muomala qilmasa bo'lmaydi. Birisini haqiqiy, samimiy yaxshi ko'rgan odam jazman uning baxtli bo'lishini o'ylaydi. Men bir qarorga keldim. Mening orqamda minib, go'zal kelajagingizni nobud qilishingizni, ko'rishga tegishli baxtdan mahrum bo'lishingizni xohlamayman. Bodamgulning beshiga tuyuqsiz cheqin tushgandek ko'z oldi qorong'ulashib, dastlab turgan zaminmo chayqalgandek bo'lib ketdi.
Şu hamon uning quloq tubida Zoitning heliq kuni kechda aytgan so'zlari qayta jarangligandek bo'ldi. To'g'ri ekan, u meni tashlab chiqib ketmoqchi bo'ldi ekan. U hammaga chidaydi ekan. Men uning ko'nglidan ko'tarilibdimi? Badamgulning qalbi so'ygandek bo'ldi. Ko'nglini tuman qapladi. Shuna uning xiralashgan ko'ziga ovu puchuq derazadan ko'rinib turgan osmondagi oltindek quyoshmi qatranqi ko'rinishga boshladi. Lekin u ma'qul degan bu oddiy gapni Shavkatga yuzturani ayta olmadi. Ichidan cho'g' bo'lib chiqqan bu gap nima uchundir bo'g'ziga kelgandek katlashib sirtga chiqa olmadi. Badamgul un chiqmadi. Ko'zida zavog'ib turgan ochiq yoshlarni ichiga singdirdi. Yuragidan ko'tarilib atgan hasratlik pig'onini ta'sirlikda bosdi. Ondan putlarini aram so'rab, orqasiga qarab qo'yib, kamerdan chiqib ketdi. Shavkat uning orqasidan behush holda qarab qoldi. Shu topda muhabbatdan, sevgidan ayrildim degan iztirobli bir fikr Badamgulning ko'ngil ko'ksini o'rtab, yurak bag'rida ochiq bir nadomat uyg'otmoqda edi. Badamgul chiqib ketgandan keyin Shavkat dard yutib o'ltirib qoldi. Yerim ochilgan og'izdan nafas elayotganligini belgili bo'lmaydi. Chekchaygan ko'zini net qilmaydi. Sirtdan qaragan kishiga u go'yo mush yerga qotirib qo'ygan mumiyodek ko'rinadi. To'g'ri. Odam nima degan ojiz-a? Olamcha maqtash, xushallik va o'yin kulgilar siqqan yurakka mana bugun kichkin dard alam sig'may yerilib ketishga tas qoldi. Bu ishlar Shavkatgimi, Badamgulgimi go'yo sahnada qaysi bir tragediyadagi personajlarning azobli rolini elayotgandek. Parda tushgan hamon hamma ish o'z aksiga keladigandek tuyuladi. Bugun tushdan keyin kameraga kuzatchi Gayt-Maytdan boshqa hech kim kirmadi. Ehtimol ovoz baxti maqsadiga to'liq va o'ngishli yetganlikdan Shavkatni kang kushoda orom xudo azoblanib olsin deb yangi o'rinlashtirish qilmagandek qiladi. Demasimi Shavkat kechgacha o'zi bilan o'zi yakka yegona holda daxlsiz yetkicha azoblanib o'tadi. U qachonki uyqusi qochib, xiyol ham vasvasalar chirmib olgan vaqtlarda mana shu xira darizaning oldiga kelib sirtga qaraydi. Sirtdagi rang-rang tabiat hodisasidan tortib, salpal midirlagan kichkina jonlarning shabsimi uning diqqat nazarini tortib, birdan bo'lsimi ko'nglini azobli xiyollardan neri qiladi. U bugunmi uxlay olmay yana darizaning oldiga keldi. Atrof jimjit. Tirik jonning hammasi uyquga cho'mgan. Tabiat shirin sukutda edi. U osmonga qaradi. Osmonmi xomush ko'rinadi. Nefis buzamtul bulutlar orasiga cho'mgan oyning nimrin gardishi ancha-muncha ko'rinib qoladi. Mana, baxtni amdi uningdan o'rgadi. Uni tutib qolaman debmi tutolmaydi. U allaqayoqlarga uningdan yiroq, nihoyatda yiroq bo'lgan belgisiz bir taraflarga qarab qochdi. Endi uni qo'g'lab yetgilimi bo'lmaydi. Qo'g'lagan bilanmi bekor. Chunki u uningdan mana shu 2,5 kvadrat metr qorong'u hujraga solingan tutqundan xoindan o'rkidi, qochdi. Shu topda Shavkatning yurak tori shundoq chin tartadiki, nafsi bo'g'ilib qolgandek azoblandi. U tishini tishiga besib, ichidan chiqayotgan titrak aralash bir ohu pig'onga qo'shib, ota buvisidan miros qilgan mo'min misralarni unsiz takrorladi. Do'stlarim mendan zerikdi, dushmanlarim sen ham zerak.
bir misol bardur ishongan tog' aro yurmas kiyik. Jiddiy o'yga cho'mganlikdan Shavkatning burnining uchi tarlab, ko'zlarini xira tuman qoplagan edi. İç-içidan ko'tarilib chiqayotgan bir xil g'azab, nafrat, azob va xo'rliq uning qalbini mujib, nafsini qisib ketdi. U kang va yo'riq dunyoning faqat kichkina bir qismini ko'rgili bo'ladigan abjaq darizinidan yiroq ketdi. Anlayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shu kunlarda Zoidning chiroyida hamisha bir xil ko'rimli tabassum jilva qiladigan bo'lib qoldi. Uning o'rni o'sdi. O'rni bilan birga ko'ngli o'sdi. Shuni u sirki suv ko'tarmaydigan haldorlardan bo'lib qolgan edi. Havas baxti yuqur tuman qatirab yurib, oxir uni fakultet ittifoq bosh yacheykisining muavin shujisi qilib ko'tarib chiqdi. Bu uning Shavkat bilan bo'lgan prinsipal kurashda maydoni mustahkam, bayroq ro'shan bo'lganligining mukofoti edi. Endi uning huquq doirasi kengaydi. Mas'uliyati og'irlashdi. Shun u bu kurashda hozirgacha arsod bo'lib turayotganlarga, texicha uyg'onmaganlarga xizmat ishlab, ularni tezroq inqilob tarafga qaytirib kelishni o'zining hozirgi birdan-bir burish va mas'uliyati deb qaradi. U shu niyat va muddo bilan bir necha savoqdoshlariga xizmat ishlab, o'zining amaldorlik salohiyatini xeyli namoyon qildi. U bugun tushlik tomoqdan keyin yotoqda bo'ladigan temsiz qiziq paranglar jarayonida necha kundan beri ko'ngli kutgan Oqniyozga xizmat ishlash niyatini ishga oshirmoqchi bo'ldi. Yotoqda dastlab Oqniyoz, Zoid va Saray qashonlar bor edi. Dilqut xazinasi. Keyin qo'shni yotoqlardan ba'zilari qaynoq suv, ba'zilari supurga va ba'zilari tamoq so'rab kirganlar qo'shilib 6-7 odam bo'lib ketdi. Bir hisobda bu yaxshi bo'ldi. Zoidning tashviq tarbiyasi texnik kang va cho'nqur ma'niga ega bo'ladigan bo'ldi. U fursatni ching tutib, gapni nasihat qo'yliq bilan boshladi. Aqniyoz, adash, biz imtihon vaqtlarida markazning nazariyalarini bir so'zim tushirmay yodga yozib bera olamiz. Lekin burjozining biror she'ri yoki hikoyasi bilan bu zarinib qolamiz. Buning sababi nima? Sababi biz markazimni amaliy kurashchi turib o'rganmadik. Biz bu ojizligimizni e'tirof qilishimiz, ochiq savoqlarni qabul qilishimiz kerak. Menimcha, hozirgi kurash biz uchun markazim nazariyalarini amaliy o'rganishimizning yaxshi bir fursati. Bu gapni anglab Oqniyozning chiroyi noxush tus oldi. Xotirjam bo'l, Zoid. Dedi u bu so'zlarga qilchi e'lon qilmagandek so'z talab qildi. Men texe burjozining meni zaharligidek biror parcha she'r yoki hikoyasiga uchrab boqmadim. Bir parcha she'r yoki hikoya bilan zaharlanib qolgan undaq ro'yi zaiflik menda yo'q. Zoid, men bundaq yapaloq yumloq gaplarni qilmay, yipingoz o'tinli. Amsa amma, dedi Zoid tamanno bilan gaplarni amr ma'rufga keltirib. Bilamsa Oqniyoz, sening iddiyang sening obrazingni yaratadi. Hatto taqdiringni belgilaydi. Shunga Shavkatning xoinlik, millatchilik ishiga sal qarama. Uningdan chek-chegarani ajrat. Zoidning yo'g'on sarg'ush ko'zlaridan manmandonlik, takabburlik uchqunladi. Shundaqmi? Oqniyozning g'o'shida ochiq kelgan bo'lsa-mu, lekin o'zini tutib olib, zanglik qilgandek kinoylik ovozda dedi. Zoid, men sana aytib qo'yay. İkimizning jo'zibardingimiz o'xshash. Sen u chetida, men bu chetida takshi o'ltirmiz. Burunmi shundaqdi, hozirmi shundaq. Sen savoqlashlar aro so'zlashganda menning o'rnini joyi qo'yg'in, bo'lamdi. Sen bir ulug' zot emas, yer sharining markazi turishingning hojati yo'q. Bu so'z bilan u sen undaq bilarmanlik qilma, o'z yo'limni o'zim tepib mangman degan ma'noni uqtirgan edi. Zoidning talpiki yerga tushgandek bo'ldi. Lekin u ancha o'zini biladiganlardan emas edi. Shunga texni azvaylab budishqoqlik qilishga boshladi. Men sen kuyunyapman Oqniyoz.
do'stligimizning yuz xotiri uchun seni ogohlantirib qo'yapman. Shavkatning ishi hal qilmaga yetdi. Oxirida bir gap bo'lar desang, kechikib qolasan. U chaqda hammishni bilib turibmi, menga tinib qo'ymabdi deb menda ranjib turishing mumkin. Shunga bugun bu yerda yana bir qatim ochiq aytib qo'yay. Hissiyotga berilib fursatni ketkizib qo'yma. Ko'nglada vaqtni o'tgan, qilichingni po'qichab deydigan gap bor. Aqniyaz o'zini tutolmay dars o'rnidan turdi. Zoyitga bigizda qadilib turib: Zoyit, sen hamma odamni o'z g'irching bilan o'lchima. Do'stlikdan yuz o'raydigan undaq iflos ishlar mening bisotimda yo'q. Bilib qo'y, dunyodagi millionlagan mavjudot ichida odamni odam qilib turgan narsa samimiyat. Dedi-da, Zoyit bilan yana dardalash qilib yurishni xohlamagandek qo'lni silkib yotoqdan chiqib ketdi. Param uzildi. Yotoq bir mahal timtos bo'lib qoldi. Aqniyazning qo'polliqi peshini qeqib chiqib ketishi Zoyitga qattiq qori keldi. Buni u o'z-o'ziga qilingan behurmatlik, vafoga jafo qilish deb tushundi. Bu jiddiy kayfiyat bilan timtoslikni yana Salih qashoning o'ziga xos talaffuzda aytgan kulkilik so'zlari buzdi. Yaxshimsiz Zoyit sho'ji? Dedi u Zoyitning yeniroq surilib. Namshirtini chiqibdi adash. O'rlab, g'ulash kelib o'rlab. Lekin taqchoqsiz chiqqanda kishilar menga nazar solganda kediyorman jumu. Qorisin takabburlik degan shaytonning ishiga. Salih uni boshga ko'tardi. Oxiri tushirdi. Zoyitmi buni bilib qoldi. Kayfi o'zgarib, g'ush-g'ush bo'lib turganda uning bu so'z xuddi zahar zo'qimdek tuyuldi. "Ne deganingiz bu?" dedi u Salihga torun-torun tegib. "Men qachon kelyaptiman? Gap bo'lsa, uch-qashqar ayting." "Endi deyman ha." dedi Salih gapni chaqchaqqa burab. "Insonchilik xomstalgan bandani ishlarni qilmaydi deysiz. Mening bu ahmoq qallamda mundaq fikrim bor. Qarang, Shavkatni hammamiz bilamiz. Siz uning qo'ni do'sti. Har qanday ish bo'lsa-mu ozroq yo'l qo'yganingiz yaxshimikin deyman." "Nima?" Zoyit har chaqindek andikib ketdi. Yo'q, bu o'zi ishkisini. Ishki yo'l o'tirishni ko'rash. Ozroq yo'l qo'ysa, bizda bu yerda sotsializm biroz kengayib, shu biroz ko'paydi. Az-ozdan yo'l qo'yaveradigan bo'lsa, bizning bu oliy bilim yurtimiz o'zgarib ketmamdi. Salihmi, boshqalarmi kulib yetishga tas qoldi. Burun azdir ko'pdir bo'lsa-mu, shoirani hissiyat, shoirani talaffuz bilan so'zlaydigan Zoyitning bugun xuddi shod o'tigan, Fatifonga o'xshash qiliplashgan siyosiy iboralar bilan qilgan bu so'zi yoki ovoz taxtidan yoki yaqinqi gazet jurnallardagi bosh maqolalardan aynan yodlab olgan o'lik hukm va tushunchalar edi. "Men tushunmadim", dedi Salih ro'y qaytgan holda. "Ya Rabbim, kichik bir Shavkatning kuch-qudrati shundoq cho'ngmidi? Siz simpi ko'rishni unutib qolgan tursingiz. Qandaqmi bu ishni degi yetalaysiz Salih?" dedi Zoyit yana astoydillik bilan tushuntirib. "Sinipiy ko'rash qarshi yo'q kishida odamning bir qavat terisini ko'radi. Sinipiy ko'z qarshi bo'lgandila, ondan uning yurakini ko'rgili bo'ladi. Voy, nima chiqinglar dedi Salih masxir qilgandek cheksiga birni urib. "Birarsining yurakini ko'rish lozim bo'lsa, mau doktorxonaga opirib, rentgenga solsa bo'lmamdi." Paraqada kulki ko'tarildi. Zoyitning judini tutdi. U toza bir turilib Salihga qattiq tegish uchun og'zini o'rmanlab turib edi. Matkirin matqasim eshikdan bo'ronda kirib, bismillahsiga Aqniyaz qani degan savolni qo'ydi. "Nim qilyapsan?" Qaytirib savol qo'ydi Aqniyazning bir yotoq deshi. "Ishim bor edi." Matkirin matqasim shundoq dedi-da, chiqib ketishga tamshaldi. Lekin uni Salih to'xtatib qo'ydi. "Birda o'ldi, Aqniyazmi kirib qoldi. Sen bilan qilishadigan gap bor." Matkirin matqasim birdan arsalda bo'ldi. Keyin bo'linglik karvatga berib, nima gap degandek Salih qarab o'tirdi. Zoyit fursatdan foydalanib, bo'lmaygan, bezor bo'lgan, ranjigan qiyofatda long-long minib chiqib ketdi.
Shu chaqda Salay Matkeram Matqosimdan so'radi. Shavkatning ahvoli qandaqroq? Nima buni so'raysan? Dedi Matkeram Matqosim so'g'uqla. U yerda kishilar maxfiy tursa. Oy, yaxshimisiz? Dedi Salay shanxu qilgandek tumshuqlarini ushlab. Siyosiy sazgirligingiz o'sibdi, Matkeram Matqosim. Shunsiz doimli qundupay bo'lib ekansiz. Matkeram Matqosim, endi sizga mo ovoz yetakchining cho'ng himmat iltifoti bor o'xshaydi, Matkeram Matqosim. Lekin esingizda bo'lsa, Matkeram Matqosim, naql qilishcha barliq hayvonlar ichida faqat 5 hayvonlar jannatga kirdi ekan. Ular Yohud alayhissalomning bo'risi, Ashabul Kayfning ishti, Solih alayhissalomning tugisi, Ayso alayhissalomning eshki, Hazrat Alining dulduli. Endi buningga seni qo'ysak, Matkeram Matqosimning qechir bo'ladi, lekin adash qechir jannatga kirolmaydi. Chunki u halol bilan haromning o'ttirisidan opriydi bo'lgan nijis narsa. Shunga sen siyosiy kurashda kuchlab ketma. Har qancha qilsang jannatga kirolmaysan. Zoitni doğru olmaysan. Yani shu qechir peting qilaversan. Yotoqda sho'x yenik kulki ko'tarildi. Bir nechalar toza baplidan deb Salayning so'zmanligidan qoyil bo'lishdi. Jing'ur bo'lmush Matkeram Matqosimning o'zining nima deyishini bilolmay samoqlashirib qo'shilib, ehlab kuldi. Shu chaqda yotoqqa Aqniyaz kirib keldi. U boya kutubxonaga borgan chog'i qo'lida bayramning o'zbek yoziqidagi xo'rim tashliq she'r to'plami turardi. Mana Aqniyaz, gipini qila. Dedi Salay Matkeram Matqosimga ishora qilib. Yo'q, hozir qilmayman. Dedi Matkeram Matqosim johillik bilan. O'zi bilan ayrim qilishadigan gap bu. Aqniyaz nima gap degandek Salay bilan Matkeram Matqosimga qarab qo'ydi va Zohidning yo'qligini ko'rib, "O'qile, chala qolgan gaplar bo'lsa yana anglay dedim." dedi. Uni Salay gap qilolmas qilib qo'ydi. Dedi savoqdoshlaridan biri. "Yo, u oson gap qilolmas bo'lib qolmaydi." Dedi Salay soqin ko'kirib chiqayotgan inkin silab turib. Bayqavatamsizlar, u hozir o'ziga puxta g'o'jitam selyapti. Bu g'o'jitam uni Gagarinning raktasidek osmonga elib chiqishi mumkin. Lekin adash, egizda yiqilsa qattiq tushib ketadi-da. Dedi Salayning endi o'ltirgan qizil burun. Uning o'ngi qaramto'l bo'lgan bilan burni xuddi qizirib pishgan kala bulburginni yuziga potirib qo'yganda qip-qizil ham budur-budur edi. Shunga saboqdoshlari uning ismi o'rnida uni qizil burun deb chaqiratdi. U o'zini arishda, boshqalarni yerda chog'isi bo'lmaydi-da. Dedi Aqniyaz ranjiganda qiyofatda. Kichkina amalni ko'rib, o'zini boshqalarning nijotsiz qilib olganini qarang. O'zini o'chib cho'chaqlamasin. Har qanday vaqtda uning panjiga panja qo'ya olamiz. Shu emasmi? Dedi Salay uni texni echdi. Bilib qo'ydi. Men uni aslida sho'rliq yerning ko'kchisimikan deb yuratdim. Qarasa bu Zakacherning bizga so'ymis ekan. Bu parangla Matkeram Matqosimga yoqmadimi qandaq? U asta o'rnidan turib, Aqniyazni sharatlab koridorga elib chiqdi va ishchanchiqdan tumoch qilib qatlangan kichkina bir xatni chiqarib, "Buni Shavkat berdi. Mening elib chiqqanligimni hech kim o'qmasin jimo" deb alohida topaladi. Aqniyaz uni xotirjam qilib qo'yib, koridorning u beshiga bordi. Dariz tashisiga o'tirib, xatni avaylab ochdi. "Do'stim Aqniyaz" deb boshlangan edi xat radlik qilib. "Men hammani o'ylab qo'ydim. Meni kutayotgan taqdir texno fojialik bo'lishi mumkin. Lekin har qancha fojialik bo'lsa-mu, men uni kulki bilan qarshi olaman. Chunki beshimga kelgan bu baxtsiz nohaqchilikka faqat g'ayratim bilan taqobil turishdan boshqa amolim yo'q. Bilaman do'stim, dunyoda hammadan gumon yomon ishkan.
boshqa kelgan har qanday eg'ir kulfatlarni sabr toqat bilan iroda qilib yengilib bo'ladi ekan. Lekin gumon kishini halokat girdobiga ittiradi ekan. Men hozir o'rinsiz gumonning iskanchisi qiynalmoqdaman. Mupassonning mundaq bir so'zi esimga kelib qoldi. Odamning 3 hamrohi bo'ladi. Jini, sevgini va turmush yo'li. O'ylab baxsam, sevginim mendan qechibdi. Turmush yo'limni bo'g'ilibdi. Endi faqat birli jinim qapti. Shundaq bo'lsa-mu, obdanroq asirmasam bo'lmag'adi. Hozir meni shundaq qattiq g'ayriblik, yolg'izlik asir qildiki, o'zim bilan o'zim so'zlashadigan bo'lib qoldim. Esingdami? Chexovning Hasrat degan hikoyasidagi yeliqa Horvikash qeri o'g'li o'lib qolgan chaqda g'amon qilishadigan odami bo'lmaganlik uchun ko'nglidagi dard hasratini o'ziga o'zim hamroh bo'lgan qirchang'u etiga so'zlab berib ko'nglini bo'shatgan. Kashki hozir mening hasratimni so'zlab bergidek oshundoq bir zulonsiz hayvonim bo'lsin. Lekin adash g'ayriblik azoblari ba'zi kishining hissiyotini texmi samimiy qilib yetadi ekan. Chunki tashqi dunyodan ayrilgan g'ayriblik hissiyoti kishilarni o'z-o'zini bayqaydigan qalb dunyosi g'arq qiladi ekan. Adash, yoshrim kirgizgan kitoblaringni bakmi huzurlanib o'qidim. Keladi bir kun romanidagi Frodon tong patmas uzoq kechalarda yaxshi bir hamriyim sirdishim bo'ldi. Yana bir necha kitob kirgizib etdim. Xanzucha, o'zbekcha, qozoqcha, tatarcha bo'lsin bo'ladi. Agar Uyg'ur klassik adabiyoti to'g'risida har qanday uchur, har qanday material bo'lsa, meni ta'minlagin. Ba'zi kunlari bu yil yozliq kanikulda sen bilan Qashqarga belli berib, yilqi tadqiqot temam ustida material izlash planimizning barbod bo'lib ketish ehtimolligini o'ylasam, azobdan to'lg'inib ketaman. Lekin men umidimdan yanmayman adash. Har qanday sharoitda uni ishlab bir boshqa elib chiqaman. Hozir menga tinch kamerda yetib, ko'proq kitob o'qish fursati tug'ilib qoldi. Yaxshi kitob insonga qanot bag'ishlaydi ekan. Qara adash, shu kunlarda izot masalalaridagi bir so'z yodimga yetib qoldi. Kishilarning yo'liqqan balo qazolari hamisha ularning bilimiga aylanib qoladi. Rost shunday ekan. Turmush va odamlar haqida burunqidan bilimlik bo'lib qolgandek qilaman. Aqniyasning xatni tutib turgan qo'llari yaproqdek titrab ketdi. Bu bir varaq oddiy qog'ozga yarim oydan beri tutqunlik azobida yotgan do'stining olamcha og'u pig'ona bilan dard hasrati, orzu tilagi bilan umid ishonchi siqqan edi. Shu topdan go'yo xatga birdilla zuvon kirib, Shavkatning mungluq, miskin ovozini yetkazayotgandek, uning xatda demagan yana bir muncha yurak so'zlarini shivirlab aytayotgandek Oqniyozning ko'ziga qadalib, do'stimning beshiga kun tushdi. Sen nimaga qarab tursan deb ayblayotgandek bilinib ketdi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ay Yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjongning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.